Yo, bacha salomlar sizlar. Bugun sizlar bilan Amazing Minecraft. Bugungi videomizda do'stlar, sizlar bilan ikkita eng ajoyib modni sizlarga ko'rsataman. To'g'ri. Sizda unaqa mod yo'q edi, qayerdan tortdingiz? U videosini ham keyin chiqaramiz. Agar mana shu videoda 15 ta obunachi yig'sak, o'zi 5 ta obuna qo'ysanglar bo'ldi do'stlar. Undan keyin ana shu videoni chiqaramiz. Tayyor bo'lsanglar, biz videoga o'tamiz. Qani unda, let's go. Hop do'stlar, to'g'ri men ancha vaqt yo'qolib ketdim. U video uni sabablari ham bor o'ziga. Hop do'stlar, xullas bu modimizda qaranglar. Birinchi bo'lib bu uy jihoz modi. Qaranglar. Asini baland qilamiz. Eshitdinglar? Qaranglar, endi bu eshik. Mana do'stlar, qaranglar, nimaga bu? Qaranglar. Qarab turinglar. Ana. Hop, bu yerda biz soatimiz va nonimizni qo'yib qo'ydik. Bunday qilib. Agar do'stlar men video chiqaraman, xudo xohlasa, agar kreativdan keyin do'stlar survivalga o'tolmayapman. Agar kimdir bilsa, shuni yozib ketinglar yoki uni ham harakatdan ko'ramiz. Xullas do'stlar, endi mana bittani ko'rsatib beraman hozir. Tashqariga chiqib olaylik do'stlar. Mana orqa tarafda qilamiz. Qaranglar. Bu yerga bunday o'tkazasizlar. Hop, bu yerdan keyin mana bizning modlarimiz. Bitta xolodilnik va to'xtalab nima olish kerak. Mana do'stlar, qarab turinglar. Lekin radio bo'ladi. Men sizlarga ozginasini ko'rsatib o'taman. Mana va tualet ham bo'ladi. Mana bu xolodilnik ichiga birinchi uyga kirgizsanglar bu yaqish. Bu tepasida narsalar. Start ezib qo'yamiz va bu yerda buziladi. Bunga endi suvni qanday qiladi? To'xtanglar, bo'lganini bu yoqqa. Sizlarga orqasini ko'rsatyapman. Mana orqasi. Mana bu yerga. Endi bu rakmini o'zingizlar nimadir qilib ishlatasizlar, men ham ishlataman. Suv oqmaydi menimcha. Bunga suv qo'yishimiz kerak ekan o'zimiz. Biz o'zingizlar suv qo'yasizlar do'stlar, qaranglar. Hop. Bitta qo'yamiz. Hali seriallar, videolar chiqarmoqchi bo'lsanglar, mana shular modlarni ishlatib serial modlarni chiqarsanglar. Serial mod deyamani. Plus o'zingizlar video chiqarasizlar do'stlar. Hop. O'tirsa bo'ladi endi degan uchun. Hop. Do'stlar, qalasizlar. Mana. Shu kino videolarga bo'lsanglar, mana shu modlarni ishlatsanglar bo'ladi. Lekin buni bitta kamchiligi bor ekan do'stlar. Turishda bunday o'tirib mana izlashlar. Bitta kamchiligi bor ekan. Bu yerda sizlarga kompyuter berilmaydi ekan. Kompyuter yo'q, modda qo'shib qo'yibman. Sud. Bu mana bunga endi buni o'zingizlar qo'yasizlar bunday. Bu do'stlar, to'xtanglar. O'masga. Xullas mana shu sizlar o'zingizlar tepaga o'zingizlar rakmini qo'yib ko'rasizlar. Bu ana shu rakmina. Mana do'stlar. Qaranglar. Wow. Mayo. Suv qo'yapti. Yo'qotib ketdim deb o'chirib qo'ysanglar bo'ladi. Endi keyingi modga o'tsak, bu modni olamiz. Keyingi modimiz bu vanna. Do'stlar, bu vannani endi qayerga qo'yamiz? Mana o'tirib olasizlar-da. Buni qanaqa qilamiz? Yaqilmaydimi bu?
Yo, bunga suv quyasizlar o'zinglar. Hop, bu tualet, qaranglar. Eshitinglar degani. Mana. O'tirib qo'yyapti-yu. Voy. Yo-mayo. Bo'ldi. Menimcha bu tarafda qilish kerak. Yo. Do'stlar, qaranglar, endi tushundim mana. Eshitdinglarmi? Yerdan qarang. Hop, endi keyingi modimiz. Bu moddan o'zinglar ko'rib chiqasizlar, xullas men sizlarga. Yo. Sizlarga mana shu ne qo'yasizlar. Kelasizlar. Bitta o'tirasizlar. Boshqacha salom deb o'tira olasizlar. Do'stlar, video oladigan bo'lsanglar. Hop, bu modam ketdi. Videosi qancha o'ynagan? Yo do'stlar, xullas u yog'ini o'zinglar ko'rib chiqasizlar, chunki videomiz tez ketyapti. Bu yerda kravatlar bor, u yerda o'tirganlar bor, aynalar bor. Svet ulash uchun qaranglar. Mana olasizlar do'stlar. Mana tashlaylik. Lampani qo'yganingizdan keyin bitta uraysizlar, ezasizlar, undan bitta qo'yasizlar. Keyin svet yonadi. Agar yonmasa qaytadan ko'ringlar. Hop, endi bu modimizga kelsak do'stlar. Dechkans modi, любойdan bo'ladi. Bu furniture modi. Bu Dechkans do'stlar. Sizlarga o'zi mana pistolet, bitta o'qlar beriladi. Va bu yerda yadroviy bombalarga qarshi narsalar ham bor va eng ajoyib narsa bu yerda bunker uchun ishlatilgan narsalar ham bor do'stlar. Agar sizlar videolarda bizga bomba tushadi deydigan videolar bo'lsa, do'stlar, mana shu modlarni ham bemalol ishlatib Dechkansni. Bu yerda xullas endi birma-ketini tushuntirib o'taman. Qaranglar, bu bitta o'zi ochiladi. Qarab turinglar. Endi tashlaylik. Bu ikkita qo'ysanglar, bitta ezasizlar. Hop, bitta qo'ysanglar, ikkalasi bitta ochiladi. Bu yerni ostiga kirib ketadi, hamma biladi. Bu esa tepagacha ketadi. Hozir men sizlarga buni qo'yamiz. Plus bu qo'yilmayotgan. Bu havoda uchiradi sizlarni. Orqadan ko'rsataymi? Mana. Yo, qatyapti. Endi bu tech door ekan. Tech door. Bu bunaqada endi. Bu zanglab ketgan. Bu esa tushuntirib o'tganim va bu buni ko'rsatdim. Ketinglar sizlarga mana bu. Ko'rdinglarmi? Buzib tashadi. Kelinglar qishloqqa ham ko'rsatib ko'ramiz. Do'stlar, qishloqdan jonli bechorani bo'pti. Qaranglar. Hop. Mening ismim Ustavoy deb. Hop. Xo'sh. Va bu yerda o'zinglar pistoletni ham ko'rib olsanglar bo'ladi. Videomiz ozgina bor hali. Va bitta maskalar ham bor.
endi maskanani ko'rsatmasam ham bo'ladi do'stlar, o'zinglar modlarni yuklab olganinglardan keyin maza qilib ko'rasizlarda xullas. Va bu yerda hozir ikkita 3 ta orужие ko'rsatdik mana. Bu endi hali tilla pistolet. Buni sizlar ko'pincha Shahis akamizni va Hoshim akamizni ham ko'rgan bo'lsanglar kerak. Va bu mana bunaqa. Bu hali kino olayotgan bo'lsanglar, buni ishlatsangiz masalan, sizlar maniak bo'lsanglar, o'ldiradigan. Alloh o'qlaringda o'zinglar topib olsanglar bo'ladi. Endi ko'p mobile, light o'ynaydiganlar, kontrol o'ynaydigan endi bu modlarni biladi. Nima edi mod deyman, aujularni ham biladi. Qanaqa tushishni ham biladi, nima edi? Qurolni o'qi. Va bu ham bomba, granata qiqami. Ketdi. Bu mana shunaqa endi Xo'p do'stlar, endi bitta ratsiyalar ham bor. Agar ularni bo'lsanglar, sheriklarga bittasini berasizlar, maza qilib o'ynaysizlar. Va bu yerda shitlar ham bor, shitda ham bitta ko'rsatib qo'yaylik. Hop, mana do'stlar shit. Bunday qilsamiz, qanaqa qilsa to'sardim? Bu to'silmaydigan shekilli. Va bu do'stlar bitta akamiz bor. Vinsjon degan akamiz. Vinsjon deb yoziladi. Red Dead akamiz ham bor. Nima edi? Zombilar apokalips mashinani chiqaradi-yu. Mashinali bunker qurishga payti mana shu bor bo'ladi. Kim esida? Kim ko'rgan mana shuni? Mashaqa narsasi bor bo'ladi. Mashaqa bunker qilishadi. Vinsjon akamiz nima aytgan desanglar, ana shu aka modlar bor-da akalar. O'tana shu Red Dead shaharni chiqargan. Xo'p do'stlar, endi bu yog'laringni o'zinglar topib olsanglar bo'ladi. Va bu yerga endi masalan o'ynagan Minecraft qanaqa qilib endi o'zimiz tarafga o'tkazamiz bu tarafga deydigan ochim aytdi. GUI degan yozuv bor. Va bitta yozib qo'yamiz va mana. Xo'p, endi mana shu yerdan bunday o'tkazasizlar va bu yerda uyimizga narsalar qo'yib qo'yamiz. Qaranglar. Bunday kelasizlar. Bitta yozasizlar. Naqladi qaranglar. Bitta turgan bo'ladi. Kim chaqiryapti? Og'iz ochaman deb bunday chiqasizlar. Bunday qaraysizlar, hech kim yo'q bo'lsa ikkita orasizlar. Ular sizlarni bitta shunaqa qilib chaqiradi. Do'stlar bo'lsa, bitta shunaqa qilib chaqirib ko'rsa eshitiladi. Do'stlar, bugungi videolardan ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar, like va podpiska esdan chiqmasin. Xo'p. Endi do'stlar, keyingi videoga ham xudo xohlasa chiqadi va 15 ta obunachi bo'lganimizdan keyin men bu modlarni qaytadan yuklagan va qanaqa qilib yuklash haqida ham video chiqaraman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.